Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan bugun Ustoz ko'makchi metodik markazi tomonidan ishlab chiqilgan 4 qismdan iborat 2-sinf matematika kitobining 1-qismidan 9-darsimizni boshlaymiz. Mavzuimiz o'nliklar va birliklar, xona birliklari. Bu mavzuni biz o'tgan darsda ham siz bilan ko'rib chiqqan edik. Ya'ni biz o'tgan darsda o'nlik nima ekanligini, birlik nima ekanligini va xona birliklari nima ekanligini batafsil o'rganib chiqdik. Bugungi mavzumizdan maqsad esa bu mavzuga oid murakkab misollarni o'rganib chiqish. Keling sizlar bilan mana bu 5-misolimizni yechishga harakat qilib ko'ramiz. Shartida aytayaptiki, berilgan topshiriqlarni bajaring. Masalan, A topshiriqda aytayapti. 23, 35, 63 sonlarining qaysi birida 3 raqami o'nlar xonasida joylashgan? O'sha sonni aylanaga oling. Endi qarang, mana bu 23 soni berilgan bizda. Bu sonda 3 raqami 2-o'rinda turibdi. Biz o'tgan darsda o'rgandikki, 2-o'rinda turgan son bu birlikni anglatadi. 1-o'rinda turgan son esa o'nlikni anglatadi. Demak, 23 sonidagi 3 raqami bu birlikni anglatyapti ekan. Demak, buni aylanaga olmaymiz. Biz o'nlar xonasida turgan bo'lsa aylanaga olishimiz kerak. Masalan, 35 soni. 35 sonida 3 xona birligida turibdi. Demak, bu o'nlar xonasini ifodalayapti. Demak, biz 35 ni aylanaga olsak bo'ladi. Undan keyingi son 63. 63 da 3 raqami 2-o'rinda turibdi. 2-o'rinda turgan raqam bu birlar xonasini bildirar edi. Demak, bu 3 raqami o'nlar xonasini bildirmayapti. Buni ham aylanaga olmaymiz. 5-misolning misol uchun yana C variantini ko'rib chiqamiz. Shartida aytayaptiki, 43, 34, 45 sonlarining qaysi birida 4 raqami birlar xonasida joylashgan? O'sha sonni aylanaga oling. Demak, birlar xonasida bo'lishi uchun 2 xonali sonning 2-o'rnida 4 raqami kelishi kerak ekan. Masalan, 43 soniga qarang. Bu yerda 4 birlar xonasida turibdimi? Yo'q, birlar xonasida emas, o'nlar xonasida turibdi. Chunki 4 1-o'rinda turibdi. 1-o'rinda turgan raqam o'nlar xonasini bildiradi. Demak, bu xato. 34 ga e'tibor qiling. 4 raqami 2-o'rinda turibdi. Demak, bu 34 sonining 2-o'rinda turgan raqam birlar xonasini bildiradi. Demak, 34 ni aylanaga olsak bo'ladi. 45chi. 45 ning 1-o'rinda 4 turibdi. Demak, 4 bu yerda o'nlar xonasini bildiryapti. Bizga esa birlar xonasidagi raqam kerak edi. Demak, 45 ham xato. Qolganlarini ham xuddi mana shu tartibda ishlashingiz mumkin. Endi biz sizlar bilan 6-misolni ko'rib chiqamiz. Shartida aytayaptiki, to'g'ri javoblarni aylanaga oling. Ya'ni bizga bu qaysi javob to'g'ri bo'lsa, o'sha javobni aylanaga olishni maslahat beryapti. Va 1-misolimizning shartida aytayaptiki, 59 sonining o'nlar xonasi bittaga oshishi uchun bu sonni kamiga nechtaga oshirish kerak? Qarang o'quvchilar, bu misolni men o'zlaringizga qoldiraman va xuddi shunga o'xshash bo'lgan misolni ishlab beraman. Masalan, bizda berilyaptiki, 47 soni. 47 sonining o'nlar xonasidagi raqami bittaga oshishi uchun, mana o'nlar xonasidagi raqami. O'nlar xonasidagi raqami bittaga oshishi kerak. O'nlar xonasidagi raqami bittaga oshishi uchun unga nechini qo'shish kerak deyapti. Qarang, 47 soni berilgan bo'lsa, uning
birlar xonasidagi raqami 7. Mana shu birlar xonasidagi raqamiga biz boshidan boshlab son qo'shib chiqamiz. Masalan, 1 ni qo'shib ko'ramiz. 47 ga 1 ni qo'shib ko'rsak, 48 soni hosil bo'lyapti. E'tibor qiling, uning o'nlar xonasidagi raqami bittaga oshdimi? Yo'q, oshmadi. Demak, 1 ni qo'shganimizda to'g'ri javob hosil bo'lmadi. Endi biz 47 ga 2 ni qo'shib ko'ramiz. 47 ga 2 ni qo'shib ko'rganimizda 49 hosil bo'ladi. Va bunda ham birinchi o'rindagi raqam oshmadi. O'nlar xonasidagi raqam bittaga oshmadi. Demak, bu ham xato. Endi biz 47 ga 3 ni qo'shib ko'ramiz. Shunda natija 50 ga teng bo'ladi. Sezgan bo'lsangiz, birinchi o'rindagi raqam bittaga ortdi. Ya'ni o'nlar xonasidagi raqam bittaga ortdi. Nechchini qo'shganimda hosil bo'ldi? 3 ni. Demak, buning javobi 3 ga teng bo'lar ekan. Tushundingizmi? Xuddi shu tartibda 6-misolning birinchisini ishlab chiqasiz. Endi ikkinchi shartida aytayaptiki, ikki xonali sonning o'nlar xonasidagi raqami 2 birlikka ortsa, son qanday o'zgaradi? Qarang, buni tushunib olishimiz uchun o'zimiz ixtiyoriy ikki xonali son yozib olamiz. Ikki xonali son. Masalan, 36. Bu sonning o'nlar xonasidagi raqami 2 birlikka ortsa, o'nlar xonasidagi raqami nechi? 3. 2 birlikka orttirsak nechi hosil bo'ladi? 2 birlikka orttirsak 5 bo'ladi va 6 esa o'zgarmay qolyapti. Demak, 36 sonining o'nlar xonasidagi raqami 2 birlikka ortsa 56 hosil bo'lyapti. Qanaqa o'zgarish sezyapsiz, o'quvchilar? 36 edi, 56 bo'lib qoldi. Nechtaga ortdi? Buni topish uchun 56 dan 36 ni ayirish kerak bo'ladi. Natija 20 ga teng bo'ladi. Bundan nima xulosaga kelsak bo'ladi? Bundan shunday xulosa qilsak bo'ladiki, mana o'nlar xonasidagi raqami 2 birlikka ortganda 20 ga ortib ketdi. Demak, o'nlar xonasidagi raqam 1 birlikka ortsa, u son nechiga ortar ekan? O'nlar xonasidagi raqam 1 birlikka ortganda bu son 10 ga ortar ekan. Demak, o'nlar xonasidagi raqam 2 birlikka ortsa, bu son 20 ga ortar ekan. Endi o'zingiz javob berib ko'ringchi o'quvchilar. O'nlar xonasidagi raqam 4 birlik ortsa, son nechiga ortadi? Barakalla, javobimiz 40 ga ortadi bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, o'quvchilar, xuddi mana shu tartibda misollarni ishlab chiqasiz. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.